Siz buni ko'rishingiz kerak. Alanga imperiyasi batamom 2.0 tayyor bo'ldi. Birinchi navbatda men Alanga imperiyasining Oliy akademiyasini ko'rsatib beraman. Mana endi eng ajoyib joylarga ham kela boshladik. Bu yerda siz turli xil bilimlarni o'rgansangiz ham bo'ladi. Birinchi qavatda 12 o'quvchi sig'adigan bo'lib, bu yerda nazariy bilimlar, chat yozish, bir nimalarni yasash haqida ushbu joydan o'rgansangiz bo'ladi. Uni amaliyotda ko'rishni istasangiz, chap tomonda oldida ikkinchi qavatdan borsangiz bo'ladi. Bu tomondan esa pastga tushishingiz, bu tomondan esa ikkinchi qavatga chiqishingiz mumkin. Bu yerda hamma narsa verstak, sehrlash, bir nimani yasash, buyumlarni o'zgartirish va sehrlash kabi amaliyotda ko'rsatib, o'rgatilib boriladi. Bundan tashqari 2 qavatdan iborat bo'lgan bu akademiyaning tashqarisida esa amaliy yasagan narsalarni amaliyotda sinab, ularni yasab, unda hayotda qo'llashingiz ham mumkin. Endi esa sizlarga buni tashqi ko'rinishi mana budek va bayroqlarni ham ilib qo'yganman. Chunki bu mening yaxshi ko'rgan hamda quyosh rasmi tushirilgan eng buyuk davlat. Bu yerda siz qilichbozlik qilish, nishonga olib sovg'a olish yoki ot bilan jang qilish san'atini o'rgana olasiz. Shu sababli endi ikkinchi ko'rsatmoqchi bo'lgan joyimga boramiz. Bu yerda kutubxona bor. Bu kutubxonani ham o'zining nomi bor. Alanga imperiyasining yirik kutubxonasi. Bu yerda birinchi qavatda siz 6 xil javondan iborat bo'lgan kitoblarni o'qisangiz ham bo'ladi. Bu yerda sizni kutubxonachi kutib oladi va sizning ikkinchi qavatga chiqishingizni o'zi belgilab, o'zi aytib turadi. Siz esa shu yerda turib olib, aytib gaplashsangiz ham bo'ladi. Xohlasangiz shu kitoblarni o'qish uchun ham keyingi videolarda tushirib ham beraman. Bu yerda esa 4tadan 8ta o'rindiq bor. Bu yerda siz kitobni olib, ustiga bosib, mazza qilib, shovqinsiz o'qishingiz mumkin. Men shunday qilib, bu yirik kutubxona va akademiyani yolg'iz o'zim Alanga imperiyasining rivoji, naq topishi uchun qurganman. Mana xaritani ko'rsangiz chap tomonda ikkita markazroqda turgan ikkita struktura bor. Shu imperiya va akademiya. Shu bilan men videomga yakun yasayman. Xayr.